Buyuk Britaniyaning eng nufuzli universitetlaridan birida o'qish o'zbek talabasiga nech pulga tushadi? Keling ko'rib chiqamiz. King's College Buyuk Britaniyada eng nufuzli universitetlardan biri. Reytingi bo'yicha dunyoda top 40 taliga kiradi. Bu universitetda vazirlar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari hamda global kompaniyalar CEOlari ham leksiya o'tishadi. Universitet London markazida joylashgan. King's College talabalari Buyuk Britaniya parlamenti, BBC va yirik investmentlarda amaliyot o'taydi. O'zbekistonlik talabalar uchun bu universitetda top yo'nalishlar International Relations, Business Management, Law, Data Science va Artificial Intelligence hisoblanadi. Endi kontrakt narxlari haqida gapiradigan bo'lsak, bakalavr uchun Data Science yo'nalishida 1 yillik kontrakt summasi 35.800 funt. 3 yilda esa 107.400 funtni tashkil etadi. Turar joy xarajatlari. Agar siz talabalar yotoqxonasida turadigan bo'lsangiz, taxminan 1000 funtni tashkil etadi. 1 yilda esa 12.000 funt. Ovqatlanish va transport uchun talabalar bir oyda taxminan 500 funt sarflashadi. 1 yilda bu 6000 funt bo'ladi. Endi viza xarajatlari. Elchixona to'lovi uchun 490 funt. Viza markazi xizmati uchun 76 funt. Sug'urta. Agar sizning yoshingiz 18 yoshdan kichik bo'lsa, bu 1035 funt. Agar 18 yoshdan katta bo'lsangiz, 376 funtni tashkil etadi. 3 yil uchun sug'urtaga taxminan 2328 funt ketadi. X-ray test $95, aviabilet uchun taxminan $708 atrofida bo'ladi. Umumiy 3 yilda King's College'da o'qish uchun 166.000 funt yoki taxminan dollarda 226.500 sarflanadi. Nima deb o'ylaysiz? Shuncha pul sarflab ushbu universitetda o'qigan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.